Mana bo'ldi ko'ring. Iloji bo'lsa 1-2 soat hech narsa jemay turing. Alo. Assalomu alaykum enajon. Yaxshi, o'zingiz yaxshimi ena? Tish doktorda edi meni. Aytgan narsalaringizning hammasini olib qo'ydim. Bo'ldi ena, chiqishimdan oldingizga o'taman. Xo'p. Ming bor uzr doktor. Mayli, xo'p. Ertaga yana bir keling. Mayli. Bolam, kecha ko'p ishlab charchadim. Bugun ertaroq ishdan keldim. Xo'p enajon, boraman. Bu ishlashing men o'zimni charchatib qo'yasan. Xavotirlanmang. Telefonlarimga javob berib turib, vaqtim bo'lganda javob yozing. Xo'p ena, xo'p. Ovqatlaringni vaqtida ye, och chirmaygining, o'zingni ehtiyot qilib yur. Mayli enajon, xavotir olmang. Qarnim to'q. Doktor ayna men ketyapman. Mayli, bo'pti. Ertaroq borayin. Ertaga enam tug'ilgan kuni. Siz ham ketasizmi? Mayli, ketaver. Keyinroq ketaman. Mayli. Yaxshi dam oling, doktor. Bolajonim, uyga kiring. Kech bo'ldi. Jonim bolam, sovqotib qolmadingizmi? Men sizni yaxshi ko'raman, jonim bolam. Jonim bolam, shakarim. Tog'ordi quyosh ko'rdim, men o'zimni yosh bildim. O'ksib adolat izlab, onamni sirdosh bildim. Faxrim sanojon o'g'lim, yengilma tik turmardim deb kuzatardilar duo qilib onaginam yolg'izim. Do'stim serab yorim bor, o'g'il qizni holim bor, ammo baribir Ehtiyot qil bolam. Sog'lik. bosmas. O'rnim bosolmas. Onamizni qanchalik qadrlamaylik, baribir diydoriga to'yib bo'lmas.